Eng arzon vodiy kanalida arzon narxda Tracker 2 avtomobili bor. Primer pozitsiyada mashina 2023-yil 84 ming kilometr masofani bosib o'tibdi. Holatlari yaxshi. Kecha yomg'ir yog'gan, shuning uchun usti chang, bitta chiroyli qilib yudirib olsalaring. Yaxshi holatda mashina. Balonlarning holati yaxshi. All season balonlar taqilgan, parollar ustonovka qilingan, 5 ключевой do'stlar bor. Salonlarning holati ham yaxshi turibdi. 84 ming kilometr yurgan. Mana shu joyda ozgina sirtilib qolgan joyini hisobga olmasa, qolgan joylari mana. Ko'yda ko'jalari yaxshi turibdi, orqalarigacha panorama lyuklari ishlayapti. Propan ham ustonovka qilingan. 4-paketli propanlar tayyor. Endi propani bor, baloni bor, paroglari bor. Mana shu joyda, mana shu chiziqda pastida ozgina pitno qilib sepilgan joy bor ekan. Qolgan joylari toza. Mana kosmetika ko'rib beli, arzimagan narsani ko'rsatib berib. Motor hadoviy korobkalarda ish yo'q, shu bitta pitno xolos. Qolgan joylar toza. Imkoni boricha o'tkazib olinglar, 1-2 oy ishonchnoma beradi. Narxi ham zo'r bo'lyapti, ulgurib qolinglar. Xo'p, propanlar bilan tayyor mashinani $14,200 ga berib oladi. Bu oxirgi narxi. Telefon qilib baraka qiling.